Assalomu alaykum, Lider Kirol kanali obunachilari. Anchadan buyon video qo'ymay qo'ygandik. Ishlar ko'payib ketgani sababli. Hop, bugun akalar yozda issiq kunlarda ko'pchilik aytishadi. Hop, quyonlarni ko'paytirib bo'lmaydi deb. Bugun shu haqida gaplashamiz. Hop, quyonxonani podvolga joylaganman. Oldingi videoda ham aytganman. Bu safar to'liqroq tushuntirib o'tib ketaman. Hop, podvolga joylaganman. Endi havolanib turadigan bitta portichkasi bor. Hop, bu yerda eshikdan ham havolanib turadi. Ba'zi bir vaqtlarda yopaman, ko'p ochiq turadi. Hop, bu yerda ventilyator ilib qo'yganman. Hop, baribir podvol bo'lgani bilan, salqin bo'lgani bilan havo dim bo'lib ketyapti. Shuning uchun yerlar ko'rayotgan bo'lsanglar, ho'l. Hop, abitda suv sepib, eshikni yopib qo'yaman. Shu bilan salqin turaveradi. Ventilyatorda 1 soat ishlataman, xolos. Ko'p ishlatilmaydi, chunki quyonlar shamollab qolishi mumkin. Xanonni ozgina shamollatib olgandan keyin ventilyator o'chib turadi. Hop, mana quyonlarimiz. Mana savolga javob. Yoz oylarida ham mana quyonlarimiz ko'payib yotishibdi. Shu galant panda quyonimiz ham tuqqan. Hozir buni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Hop, quyonlarni ko'paytirsalar bo'laveradi. Joylar bo'lsa bo'ldi. Salqin joylar bo'lsa bo'ldi. Issiqda quyon o'lib qolishi mumkin. Tug'ayotganda yo tug'masdan oldin o'lib qolishi ham mumkin issiqda. Ona quyonlar joyim salqinligi tufayli mana salqin bo'lgani uchun qo'shib ko'paytirib yotibman. Hop, mana bu quyonimiz yaqinda tuqqan, 2 kunlik bo'ldi xolos bo'llari. Galant panda bir tarafi yaxshi kelmagan, maskasi yaxshi kelgan, lekin unchalik emas. Yonboshlari yaxshi kelgan. Mana bollari. Mana bu yerda ozgina petno bor, lekin qolgan joylari cho'tki kelgan. Bunisi vahshiy cho'tki kelgan, hech qayerda petno yo'q. Dolasi 2 kunlik bo'ldi ular. 6 ta tuqqan. Otasi mana bu maski sharflari cho'tki kelgan. Hop, yangi quyonlarimizdan xatot kelgan. Toshkentlik Fazliddin akadan kelgan. Samga 15 kunlik deb bo'g'az deb bergan, yaqinda kelgan. Xudo xolasa tug'ib qolishi kerak. Xatot samiz. Hop, kechagi kuni andijonlik Umidjon akamizdan kelgan 2 ta xatot, ikkalasi ham samka. Chapir samka. Hop, bularning ota-onasi toza xatot bo'lgan. Otasi privaznoy. Lekin shunaqa chapir chiqib qolgan. Sabab Liboya xatotda qonida pandani nimasi bo'ladi? Panda chiqib qolishi mumkin. Pandani qoni ham bor. Liboya xatotda. Umuman toza xatot yo'q. Toza xatotlar bor, lekin qonida pandani qoni borligi uchun shunaqa chiqib qolishi mumkin. 2,5 oylik. Hop, bu galant pandamiz samka 2,5 oyligida olganman. Bu ham уже tayyor bo'lib qoldi. Pari olganman, qoni bir.
Ana bu sherigi sames bu. Doğrasa tayyor bo'lib qoldi. 10 kun atrofida qo'shib olsa bo'laveradi. Xullas shunaqa gaplar, hurmatli obunachilar. Qo'l quyonimiz ham bolalarga ancha katta bo'lib qoldi. Yoz issiq kunlarda ham quyonlarni ko'paytirsa bo'laveradi. Joylar salqin bo'lsa bo'ldi. Qo'lsamiz. Hurmatli obunachilar, kanalga like bosib, podpiska bosish esdan chiqmasin. Hammanglarga rahmat.